Yo tavba, shunaqasi ham bo'lar ekan o'rtoqlar. 4 xonani 5 xona qilinganligini eshitgandik, lekin 4 xonani 6 xona qilinganligini eshitganmidinglar? Mana bu uyni qaranglar. Umuman hovlidan kam joyi yo'q, yashil maydonlari, 3 ta mashinangizga parkovkalari qilingan. Shayxontohur Beltepaga kelganmiz, shunaqa benzino savdo markazini biqinidagi ko'chada. Balkonni ko'ryapsizlar, oshxonani balkonga olib chiqishga va keyingi mo'l balkon hovlidan ham kirsanglar bo'ladi. Bu yoqda podyezddan ham kirish joylari qilingan. Remontlarni qaranglar, juda ham ko'zga yoqadigan yoqimli remont qilingan ekan. Bu yoqda onda mehmonxonamiz, mebel texnikalarni ham kelishilgan holatda qoldirib ketar ekanlar. Mana bunday ota-onalar yotoqxonasi, radiatorlari qo'yilgan yengisidan 96 kvadrat metr bo'lsa ham, lekin 108 kvadrat metr chiqar ekan o'zi. Bu yoqda yana bitta yotoqxonamiz joylashgan ekan. Umumiy sanuzellarimiz remontda zo'r holatda turibdi. Kirib bemalol yashaverasizlar, ortiqcha remont qil, ustiga yugur, mebel qildir deb o'tirmaysizlar, xudo xolisa. Oilam katta, chiroyli bir mana shunaqangi kvartiram bo'lsa, keng mo'l xonalarda farzandlarim bilan 5-6 farzandim bor, mazza qilib yashayman deb yaxshi niyatda yurgan do'stlarimizga zo'r ekanda. Ikki yoq tomonlama parkovkalari bor. Mana bu tomonda ko'rasizlar, bankalar uchun kladovkalari ham qilingan. Yaxshi niyatda menga ham shunaqangi uylar nasib qilsin deganlar like bosinglar. 115 mingga arziydimi yo'qmi? Arzisa plyus, arzimasa minus qilib izohlarda fikrlarni qoldiringlar.